Sun Wukongning badinda 84 ming tal maymun tuki bor. Hamda bu chaqchaq to'g'risida aytilgan gap emas. Oldingi temada ko'rib baqsanglar, amaliy paket bilan men yo'llab berdim. Hamda buningki nommakil safar boshlangandan keyin 3 tal tuki ortiq bo'lib qoldi. Bu tuk nerdan keldi deganda avvallik suvara butsat va buning 3 tal nijotlik mo'yni ato qilgan. Nurg'ullar buni to'g'ri topalabdi, to'g'ri debdi. Undan esa avvallik suvara nima uchun bu mo'yni Sun Wukong ato qildi? Sun Wukong buni faqat gül garip sayohatda bir qitim ishiltib qayta ishiltishga petinolmay qoldi. Nima uchun shunday bo'ldi? Bu mazmun qiziqadigan do'stlar, mening Guanju qo'lib birdan haqsiz yurganlarni men bir vetib qilganim uchun ondan mazmunning davomini alalım. Hamda avvallik suara butsatva Sun Wukongga bu 3 tal nijotlik mo'yni qanday vaqtda berdi? Yeni Sun Wukong Tangsongga yangi shogirdlik kirib, nommakil safarga otlangan vaqtning o'zida bu eng dastlab Baylongma Oq Ajdira davonida shu yerga keldi. Shundan bilan Tangsongning etini yeb ketib, Baylongma chiqib buning otib turdi. Mushu jarayonning oldi keyingi mazmun shunami? Bu vaqtning o'zida hamda Tangsong bilan Sun Wukong taz chiqchamaydi. Sun Wukong Tangsongning to'liq boshqarishiga bo'ysunmaydi. Tangsongning ben demişki başkuranmayma usta tutsan dep açık kıldı. Şununla avvallık suara bu yerde bununla Sun Wukong gelikli altın çemberek birip kallısını kısılgan kılıp Tangsong'a bunu okuyduğun elik mekbi şifırını dep durdu. Bu çemberek Epsun'un mezmunu dep bireymi? Bek amraktınla demeyi oldu. Endi bu yerda altın çemberekni badiye Baylongmani qabul qilgandan keyin şu vaqtingizda avvallik suara butsatlarga men bormayman, mening bag'im yo'q bo'ldi bu degan vaqtda avvallik suara Sun Wukongga men sana bir una o'gitib qo'ya yangi deganda bu 3 tal nijotlik mo'yni Sun Wukongga berdi. Bergandiki Sun Wukong hamda ma'qul bo'pti deb berishga ma'qul bo'ldi. Hamda mushning qarsanglar bu bugungi zamondagi altimizga akasak, xuddi bir korxonchilikda Sun Wukongga o'xshash noit iqtidorli ya shundami? Ya shashbalar o'zini taz boshqaranmaydigan va ko'rsatkichi va erkin juguslar mandaq balalarga tushdi Sun Wukongni bu vaqtga oldik. Endi bundaq yosh ixtisosliklarni qanday ishlatimiz? Birsi yiroq kelgusidagi ulug'vor bir nishon bo'lish kerak. Ya'ni bularningki o nishoni, orzusi nima? Non-makil safarini oyoqlashtirib, oxirida Doujan Shanfu bo'lsa deydigan mandaq bir katta nishoni bor. Endi bu ixtisoslik ishini bundaq tutib turishdan sirat, bundaq yosh bolalarni tutib turish uchun Gezmen şu vaqtning o'zida darhol vaqt ma'nodek bir manfaatni tegish kerak. Masalan, cho'ng shirkatlarda bundaqlarni tutib turish uchun masalan isl mashinalarni, isl telefon, kompyuter, hatto uy, shundaq ta'minotlarni berib tutib oldi. Shunami? Hamda Sun Wukong bu vaqtni berish kerak. Eng muhim narsa nommakil safarda shundaq angishlar. Shuning uchun bu 3 tal nijotlik mo'yni Sun Wukongga berdi. Shuning bilan 84 ming 3 tal maymun ko'p qoldi demakchi. Endi avvallik suaraninki bu 3 tal mo'yni bilishining mandaq 2 xil sababi bor. Bir xil sababini hozir dedik. Ikkinchi xil sababi nima bo'lsa, Sun Wukong faqat bir qitim ishlatdi. Nada ishlatdi? Shir to'gi tig'ida eliq anqa alvasining muzakkar Muhammad mujassimi degan eliq angishtirib solab qo'yganda Sun Wukong chiqolmay, amal qilmay, tuyuqsiz gadini qichib tatlab, eliq mo'yn tutib saldi. Shuni to'g'ri deb shuni angishtirga aylantirib, ham o'sha yerda qochib ketdi. Qarsak avvallik sonra dal maşı mushuklar uchun Sun Wukong bergandaklar buni. Unda Sun Wukong mishal bir qitim ishlatib, nima uchun ikkinchi qitim qayta ishlatmaydi buni deya vaqtning o'zida. Masalan, Sun Wukong bundan burun erishni malman qilgan bo'lsin, nurg'un avliyolarning angishtarlarini vayron qilayotgan. Masalan, Munarchi Balakshahning munirga bostirib qo'yganda buni portlatayotgandan keyin bu munar yana shubhat qildi turdi. Keyin yana chiqdi. Shundami? Nurg'ullanmashni so'ragan. Ham Sun Wukong bundan burun avliyolarning angishtarlarini vayron qilayotgan vaqtimizda yana asli keladi bu angishtarning xosiyati va o bir buzilib ketgan bilan tugamaydi. Yana asli kelalaydi. Biroq avvallik suaraning man nijotlik mo'ylan qilgan eliq muzakkar Muhammad mujassim buzayotgandan keyin asli kelanmadi. Shu buzilib ketgan peti buzuq peti turuydi va demak ma'nasi qoldi. Hamda buningda balak avliyolarning angishtirlarini vayron qilsa asli kelmaydi degan gap. Unda qolsa avvallik suara o'tirib tushgandan til qisqib qoldi. Balki boshqa avliyolar bilan ham ziyotlashib qolsa avvallik suara ochiqda Sun Wukongdan ma'nijat qilmay evilishim mumkin. Shuning uchun Sun Wukong aqlli bo'lganki, ma nuqtani tushunib to'xta, bundan keyin ishiltib bo'lmay bo'ldi. Faqat amal bo'lmaganda va yoki yeni bir qitim erishni malman qilib taqib qo'ysa, o'shundaq vaqtda ishiltaydi buni deb shubhati ishlatmadi, hamda ishlatishga bak majbur bo'lib ketmadi. Shundami ya? Tushundinglar? Hamda shu vaqtning o'zida Baylongmani ikkinchi shogird qabul qildi. Shunami? Sun Wukongdan keyin amaliyot Baylongmani qabul qilgan. Biroq nima uchun nommakil safarda bu Baylongma shogird qatoriga kirmaydi? Nima ikkinchi shogird demaydi? Tangsongmi izchil men 3 shogirdim bilan deydi.
mush mazmun qiziqadigan do'stlar meni guanjo qo'yinglar. Keyingi sonlarda mush mazmun to'g'risida parangchimiz. Rahmat.